Assalom, kitob o'qish munbiridagi kitob xumar qarindoshlarim. Bu Ramazon kunlarida hammamizga Janobi Allohning go'zal rahmatlari birga bo'lsin. Ulug' Rabbimizning iltifoti va rahmati bilan Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasini bugun o'qib tamomladim. Gerçi xizmat turmush ritmining tez bo'lishi meni sal voysitgan bo'lsa-mu, ammo lekin farzandlarim, yo'ldoshim, qarindoshlarim, do'stlarim va shuning qo'shilib sizlardek aziz kitob suyar sirdoshlarimning madadi menga g'ayrat berib, bu muborak kitobni oxirigacha o'qib tamomlashga turtki bo'ldi. Shu vajidan oldi bilan Janobi Allohga, ondan sizlarga rahmatimni bildiraman. Aniqki, men bu kasbning ahli emas. Uningga qo'shilib, mening islomiy bilimimmi yetarli emas. Shu sababli muborak kitobni o'qish jarayonida 1-pardan 6-parigacha har bir surning nomidan keyin oyat sonini izohlashda oyat sonidan keyin ninji belgisini qo'shib o'qishdek nuqson sodir qildim. Buni albatta tez suratda tuzdiman. Buningdan boshqa ba'zi surlarning ismini atashda Uyg'urcha bo'lganligi uchun to'g'ri talaffuz qilinmagan bo'lishi mumkin arabchaga selishtirganda. Ammo mazmunlarni va har bir oyatni o'qishda qayta tekshirib, butun diqqatimni surlarni xato o'qib qo'yishdan saqlanishga, bo'libmi so'zliklarni to'g'ri o'qishga kuchidim. Shuningdek, har bir suraning ichidagi oyatlarni asosiyatdan to'g'ri o'qidim deb o'ylayman. Ramazon tutganligim sababidan gallarimda qurish bo'ldi. Shu sababli ovozimda sal tampongsizliklarmi ko'rildi. Shu vajidan barliq kitob xumar qarindoshlarimdan bu o'tkazgan nuqsonlarim uchun afv qilishni tuvanchilik bilan so'rayman. Umidki qudratli ulug' Alloh bu muborak Ramazonning haq hurmatidan, tutgan ro'zimizning haq hurmatidan, o'qigan, anglagan Qur'oni Karim va uning Uyg'urcha tarjimalarining haq hurmatidan gunohlarimizni mag'firat qilib, niyat qilgan tilaklarimizga yetkazgay. Shuning bilan qo'shilib, hammamizning o'rtaq tiligi vatandagi muborak dinimizga e'tiqod qilish huquqidan mahrum bo'lgan qandosh qarindoshlarimizga ulug' Rabbimizning shafqatini yetkazishini tilayman va har birimizning ular uchun qilgan duolarimizni ulug' Alloh ijobat qilg'ay. Amin. Tuanda diniy olim Muhammad Solih tarafidan 2002-yili tuzib nashr qilingan Duoning ahamiyati va xosiyatli duolar nomli kitobchadagi bir qism mazmunlarni hammamizning manfaatlanishi uchun sunaman. Duoning ahamiyati va xosiyatli duolar. Tuzgichi Muhammad Solih. 1. Duoning ahamiyati va xosiyati. Duo islom dinidagi muhim ibodatlardan sanaladi. Duo Alloh taologa bandachilik qilishning yuqori darajasidir. Tegi takdidan aytganda, har qanday ibodatni huzuri qalb bilan Alloh taoloni ko'z o'ngida tutib, astoydil qilish ibodatning qabul bo'lishida kam bo'lsa bo'lmaydigan shartlardandir. Shuning uchunmi payg'ambar alayhissalomning bir madrasida duo ibodatning javhari deyilgan. Qur'oni Karimning nurg'un oyatlarida payg'ambar alayhissalomning ko'plagan hadislarida duoning ahamiyati, fazilati va qoida usullari bayon qilingan. Duo qilishga targ'ib qilingan. Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin. 2-sura. 2-sura Baqara 186-oyat. Qaysi bir arabcha she'rda duoga mundaq targ'ib qilingan. Hojiting bo'lsa, tila ulkan karimlik Tangridan, qilmag'in hargiz kishidan talmurib hojat talab.
Bandadan narsa talab qilsang, bo'lur sendan xafa, gar talab qilsang, Xudodan xush bo'lur, qilmas g'azab. Alloh taolo bandalarni duo orqali Allohga yuzlanishga buyurgan. Duo insonni yaratqusi bo'lgan Ilohga bog'lab turadi. Duo inson tabiatidagi bir xil tug'ma holat bo'lib, har qanday odam o'z beshiga kulfat tushganda tabiiy ravishda Allohga yalvorib sig'inadi. Beshiga kelgan dard alamni ko'tarib o'tishni tilab iltijo qiladi. Duoning shartlari. Duoning bir muncha shartlari bor. Duo qilgan odam duosining qabul bo'lishi uchun mazkur shartlarning o'rilishi kerak. Oldingi shart duo qiluvchining yemiki, ishmiki, kiyim-kechigi harom aralashmagan halol rizqidan bo'lishi kerak. Musulmon odam halol rizqini izlaydigan, haromdan saqlana oladigan bo'lishi lozim. Qur'oni Karimda Alloh taolo mundaq deydi: "Ey insonlar, yer yuzidagi halol, ya'ni halol yo'l bilan kelgan pokiz narsalardan yenglar. Shaytonning yo'llariga agashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir." 2-sura Baqara 168-oyat. Duo qiluvchi odam duodan ilgari qilgan atganlarga tavba qilishi, gunohlar uchun Allohdan mag'firat tilashi lozim. Qur'oni Karimda Alloh taolo Nuh alayhissalomning o'z qavmiga Allohdan mag'firat talab qilish haqida ta'lim berganligi hikoya qilinib, ularga aytdim: "Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi." 71-sura Nuh 10-12-oyatlar. Allohning amrini tutish, cheklagan ishlaridan yenish bandaning duosining qabul bo'lish bo'lmasligiga bevosita munosabatlidir. Duo qilgan odam yuqori ovoz bilan to'g'lab duo qilmasligi lozim. Chunki duo qilayotgan holat Allohga tuvanchilik nazari bilan yilinishni taqozo qiladi. Huzuri qalb bilan, ixlos bilan duo qilishga tinish, jimjitlik kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo mundaq deydi: "Parvardigoringlarga tuvanchilik bilan yoshirin duo qilinglar. Duo qilganda kelsi kelmas so'zlab, tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi." 7-sura Ayrof 55-oyat. Duo qabul bo'ladigan chaqlar va joylar. Alloh taolo iltijo qiluvchilarning, sig'inib duo qiluvchilarning duosini qaysi vaqtda, qaysi chog'da bo'lmasin anglab turadi. Shundaqdimi duoning qabul bo'lishi uchun ko'zda tutiladigan sharofatlik vaqtlar, sharofatlik joylar bo'ladi. Tanlangan vaqt va alohida joylarda qilingan duoning ahamiyati ijobat bo'lish e'tibori bilan texmi zo'r bo'ladi. Yilda bir keladigan arpa kuni, Shibi Qadr kechasi, oylar ichida Ramazon oyi, hafta kunlari ichida juma kuni, nisbiy shab, yerim kecha, namozga azon to'langan chaq, sajdadagi chaq, Qur'on tilovati oyoqlashgan chaq, bo'libmi Qur'on xatmisi tugagan chaq, yomg'ir yoqqan chaq, farz namoz o'qilib bo'lgandan keyingi chaq, sahar vaqti, azon bilan iqomat orasidagi chaq, qatorliq chaqlarda qilingan duo qabul bo'ladigan vaqtlardir. Duo qabul bo'ladigan muborak joylar bo'ladi. Ular masjidlar, jumladan Makkadagi Masjidi Haram, Madinadagi Masjidi Nabaviy deb atiladigan payg'ambar alayhissalomning masjidi, Baytul Muqaddasdagi Masjidi Aqsa, Makka Mukarrama, Madina Munawvara, Arafat, Kayba Shirafa, Multazam, Mizobning osti, Zumrad quduqi joyi, Safa, Marva, Mina, Muzdalifa, Maqomi Ibrohim, shaytonga tosh otadigan 3 joy qatorlardan iboratdir. Yuqoridagi joylarda kishining qalbi saf bo'ladi. Huzuriy qalb bilan Allohga yuzlandi. Har bir musulmon odam mundaq joylarda Allohga ko'proq iltijoda bo'lishi va Allohning fasli marhamatini, rahmatini
mag'firatini, o'zining ikki dunyolik baxtini omil esalligini tilab ko'proq duo qilish lozim. Qilgan duo mayli ijobat bo'lsin yoki ijobat bo'lmasin, hamon zoy ketmaydi. Duosi qabul bo'lgan odamning Allohga bo'lgan ishonchi, to'g'ri yo'lda menish irodasi texmi kuchaydi. Shukr qilish yuzidan Parvardigorga texim yuzlandi. Duoning ijobat bo'lishi gohi tez bo'ladi, gohi asta bo'ladi. Duoning kechikib ijobat bo'lishi duoning foydasiz bo'lganligidan derak bermaydi. Duo bilan taqdirning munosabati. Mo'min bandaning ishi Allohning taqdiriga rozi bo'lishdir. Duo qilish taqdirga qarama-qarshi kelmaydi. Taqdir qilingan ish yuz bergandan keyin albatta taqdirga tan berish lozim. Taqdir qilingan biror ish yuz berishdan ilgari hech kim ishning qanday bo'lganligini oldin ola bilmaydi. Natija e'tibori bilan uni foydali tarafga bo'rash yoki ziyondan saqlanish uchun uning sababini qilish lozim. Bu yerda shuni eskartib o'tish zarurki, ba'zilar mendan duo oyatlarining asli arabcha tekstini hozir qo'llanayotgan Uyg'ur yozig'i bilan yozilib, bisilsa, o'qishga o'ng'ay bo'lganligini so'radi. Qur'oni Karim ro'shan arab tili bilan nozil qilinib, muayyan shakldagi arab yozig'i bilan yozilgan. Burundan hozirgacha arab tili bilan tilovat qilinib, arab harfiy tavushlari bilan talaffuz qilingan va muayyan arab yoziq shakli bilan yozilgan oyatlarni Qur'on oyatlari degili bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom va sahobalarning zamonidan tortib hozirga qadar islom ulamolari Qur'onga mushundaq ta'bir berib kelmoqda. Mana bu Qur'oni Karimning asli arabcha tekstini boshqa tillarning yozig'i bilan yozishning durust bo'lmasligidagi sababdir. Har bir tilning o'ziga xos xususiyatlari bo'lgandek, Qur'on lafzilarining harflari o'ziga xos alohidliklarga ega arab harflari bo'lib, uni boshqa til va yoziq bilan to'g'ri talaffuz qilg'ili bo'lmaydi. Qur'on lafzilarini to'g'ri talaffuz qilmaganda xato uqum kelib chiqib, Qur'onning ma'nosi o'zgarib ketadi. Duolardan tanlanma. Duo qilishdan burun payg'ambar alayhissalomga durud etishning duoning qabul bo'lishi shartlaridan ekanligini yuqorida tilga olib o'tgan edik. Chunki oldi bilan payg'ambar alayhissalomga durud etib, ondan duo qilish duoning ijobat bo'lishida turtkilik rol o'ynaydi. Umar raziyallohu anhu mundaq deydi: Qilingan duo payg'ambar alayhissalomga durud etmoqcha osmonga o'rilmay, zamin bilan osmon orasida muallaq turadi. Durud farscha so'z bo'lib, rahmat, duo, madhiya, salom degan ma'nolarda keladi. Bu yerdagi durudning ma'nosi Alloh taolodan payg'ambar alayhissalomga rahmat qilishni, uning darajasini, sha'nini, shon sharafini ustun va ulug' qilishni tilashni ko'rsatadi. Payg'ambar alayhissalomning hadislarida duoni ismi azam, Allohning go'zal ismi bilan boshlashning xosiyatli ekanligi bayon qilingan. Yuksak, eng oliy, ko'p ato qilguvchi Parvardigorim pokdir. Payg'ambar alayhissalom qilmoqchi bo'lgan duosini mushu so'z bilan boshlaydi. Ey azamatlik va karamlik zot. Payg'ambar alayhissalom duoyinglarni Yazal Jallali va Ihram degan so'z bilan boshlanglar degan. Aytqinki, podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamingga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Payg'ambar alayhissalom kishi duo qilsa, ijobat bo'ladigan ismi azam mushu oyatdadir degan. Birinchi, Qur'oni Karimdan ilingan umumiy duolar. Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin, ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlardan qilgin. Men haqiqatan sana jemi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandirman. 27-sura Naml 19-oyatning bir qismi. Parvardigorim,
sana sığınıp şeytanlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sığınıp şeytanlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. 23 sura Mu'minun 97-98 oyatlar. Men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin. 28 sura Qasas 16 oyatning bir qismi. Parvardigorim, mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning yaxshisisan. 23 sura Mu'minun 118 oyat. Parvardigorim, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimcha qabziroq qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin. 12 sura Yusuf 101 oyatning bir qismi. Parvardigorim, menga ilm, hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nazu ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tiriltiriladigan kunda meni rasvo qilmagin. 26 sura Shuara 83, 84, 85, 87 oyatlar. Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sığınaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchlardan bo'laman. 11 sura Hud 47 oyat. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qilguvchi qilgin. Parvardigorimiz, duoyimni qabul qilgin. 14 sura İbrahim 40 oyat. Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilguvchi zotdirsan. 7 sura Ayraf 151 oyat. Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, yana biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz, bizdan ilgirkilarga yuklaganingga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. 2 sura Baqara 286 oyatning bir qismi. Parvardigorimiz, bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mo'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagin. Parvardigorimiz, sen nihoyatda mag'firat qilguvchisan, mehribonsan. 59 sura Hashr 10 oyat. Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizgansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik, iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabziroq qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. 3 sura Al Imron 191, 192, 193, 194 oyatlar. Yalğız bir Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allah'ning sheriki yo'q. Barliq saltanat Allah'a mansub. 2. Hadisi sharifdan ilingan umumiy duolar. Yalğız bir Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allah'ning sheriki yo'q. Barliq saltanat Allah'a mansub. Jimi madhiya Allah'a mansub. Allah'ning hamma narsaga qudrati yetadi. Ey Allah, sen bergan narsaga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Sen bermagan narsani hech kim bera olmaydi. Sening oldingda boylarning boyligi asqatmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu duoni har farz namozning orqasida o'qiydi. Ey Allah, meni hidoyat qilgin va to'g'ri odam qilgin. Ey Allah,
senden hidoyatni va to'g'riliqni tilayman. Ey Allah, haq yo'lda chin turishimni mening ko'nglimga solg'in. Nafsimning yomonligidan meni saqlag'in. Ey Allah, seni zikr qilishimga, sana shukr qilishimga va sana obdan qo'lchilik qilishimga yar yo'lak bo'lg'aysan. Payg'ambar alayhissalom bu duoni o'zining yaxshi ko'radigan sahobasi Hazrati Muazga haram namozidan keyinda o'qishni tavsiya qilgan. Rabbim, mening gunohimni, nodonligimni va ishimda haddidan eshib ketganligimni va sen mendimi yaxshiroq biladigan gunohlarimni mag'firat qilgin. Ey Allah, mening qasddan bilmasdan bilib turib chaqchaq yusunda qilib tashlagan gunohlarimni mag'firat qilgin. Ularning hammasi menda tepiladi. Ey Allah, ilgari va keyin qilgan gunohlarimni, yoshirun va oshkora qilgan gunohlarimni mag'firat qilgin. Xolgan bandangni rahmatingga boldir erishtirsan, xolgan bandangni rahmatingga keyin erishtirsan. Sen hammaga qodirsan. Payg'ambar alayhissalom hamisha bu duoni o'qib duo qilatdi. Ey Allah, mening badanimni salomat qilgin, quloqimni salomat qilgin, ko'zimni salomat qilgin. Ey Allah, sana sig'inib kupridan, kambag'allikdan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib qabzi azobidan panoh tilayman. Sendan boshqa hech iloh yo'qdir. Ey Allah, men sendan ittifoqsizlikdan, munofiqlikdan va axloqsizlikdan panoh tilayman. Ey Allah, bizga berginingni ziyoda qilgin, kemaytib bizni aziz qilgin, xor qilmagin. Bizga ata qilgin, bizni mahrum qilmagin. Bizni ustun qilgin, tuvan qilmagin. Bizni mamnun qilgin va bizdan rozi bo'lgin. Ey Allah, halol narsang orqali meni haromdan behojat qilgin. Fazli marhamating bilan meni o'zingdan g'ayridan behojat qilgin. Payg'ambar alayhissalom Hazrati Aliga sana bir qancha kalima o'yitib qo'yayki, uni o'qisang safar tig'idak qarziq bo'lsa-mu, Allah seni uningdan xalos qiladi deb bu duoni o'yitib qo'ygan. Ey Allah, sana sig'inib g'am qayg'udan, ojizlikdan, o'rinliqdan, qo'rqinchliqdan, beqillikdan, qarzning besibilishidan va kishilarning xo'rlishidan panoh tilayman. Payg'ambar alayhissalom bir kuni masjidga kirib, Abu Umama otliq birsining o'ltirganligini ko'rib, "Ey Abu Umama, namoz vaqti bo'lmasa-mu, masjidda o'tirib qapsan-ku?" deb so'raganda, Abu Umama, "Ey Rasululloh, meni g'am qayg'u besib oldi" degan. Rasululloh uningga, "Sana shundoq bir so'zni o'qitib qo'yayki, uni atigan oqshomda o'qisang, Alloh seni g'amdan va ustundagi qarzdan xalos qiladi" deb bu duoni uningga o'qitib qo'ygan. Abu Umama bu duoni o'qigan edim, Alloh meni g'am va qarzdan xalos topqizdi degan. Ey Allah, sana sig'inib qabzi azobidan panoh tilayman. Sana sig'inib qazzob dajjolning fitnasidan panoh tilayman. Sana sig'inib hayotlikning va mamatlikning fitnasidan panoh tilayman. Ey Allah, sana sig'inib gunohdan va qarzorlikdan panoh tilayman. Payg'ambar alayhissalom bu duoni namozning oxirida o'qiydi. Bir odam Rasulullohga, "Qarzin ajibmi to'la panoh tilaysan" deganda, Rasululloh uningga, "Kishi qarzor bo'lib qolsa, so'ziga yolg'onni aralashtirib qo'ydi, va'dasiga xiloflik qilib qo'ydi" degan. Ey Allah, meni umidsiz qoldirmagin, meni maqsadlarimga yetkazgin, meni dushmanlarimga tetqin, mening holimni tuzigin, mening dinimga, dunyoligimga va oxiratimga o'zing ega bo'lgin. Manga kufrlik qilg'uchi, shak qilg'uchi qalbni emas, tavba qilg'uchi qalbni nasib qilgin. Manga mag'firat qilgin, meni hidoyat qilgin, manga rizq ato qilgin. Sen eng yaxshi rizq ato qilg'uchisan. Ey eng rahim qilg'uchi zot, yuqorqilarga faqat sening rahmating orqali erishgili bo'ladi. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratguchi, yoshurun va oshkorni bilguchi, hamma narsaning parvardigori va podshohi Alloh. Guvohlik bermanki, sendan boshqa hech iloh yo'qdir. Sana sig'inib nafsimning yomonligidan, shaytonning yomonligidan va uning qopqinidan,
o'z nafsimga biror yomonlik keltirib qo'yishimdan yoki bir musulmonga biror yomonlik keltirib qo'yishimdan panoh tilayman. 3. Xos duolar. Haj mavsumiga xos duolar. Haj mavsumi boshdan oxir duo qilishning yaxshi mazgili. Duo ijobat bo'ladigan obdan payt. Haj qiluvchi kishi Baytullohni tavob qilib o'tibmi, Safa bilan Marva orasida sayya qilib o'tibmi, Arafatda turgandimi, Allohga iltijo qilib duo talabda bo'ladi. Haj qilishni niyat qilish duosi. Ey Alloh, men hajni iroda qildim. Hajni menga osonlashtirib bergin. Uni mendan qabul qilgin. Kunduzi va kechasi o'qilgan duo. Ey Alloh, sen mening Rabbimsan. Sendan bo'lak iloh yo'q. Sen meni yaratding. Men sening bandangman. Sana iman etish va itoat qilishdan iborat bergan va'damda kuchimning yetishicha barqarorman. Sana sig'inib yomon qilmishlarimdan panoh tilayman. Sening menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Meni mag'firat qilgin. Gunohlarimni faqat sen mag'firat qilasan. Payg'ambar alayhissalom kimki yuqorqi duoni ixlos bilan kunduz o'qib, ondan kech kirguncha o'lsa, u ahli jannatdan bo'ladi. Kimki uni ixlos bilan kechasi o'qib, ondan tong saharda o'lsa, u ahli jannatdan bo'ladi degan. Bu hadisning mazmuni shuki, niyatning durust bo'lishi, Allohga yuzlanish, adablik holatda bo'lish, istig'forning shartlaridan bo'ladi. Bu hadisda yolg'iz bir Allohni iloh deb iqror qilish, Allohning hammani yaratquchi ekanligini, boshqalarning Allohga qulchilik qilganligini e'tirof qilish, Allohga bergan va'dasini iqror qilish, Allohning bandasiga qilgan va'dalarini umid qilish, bandaning o'ziga qilgan jinoyatlariga panoh tilash, ne'matni Allohdan deb bilish, gunohni o'zidan deb bilish, Allohning mag'firatiga qiziqish, mag'firatning faqat Allohning qo'lidan kelganligini e'tirof qilish jamlangan. Shunga bu duo sayyidul istig'for, istig'forning xo'jasi deb atalgan. Allohning nuqsonsiz kalomi Qur'onga sig'inib, Allohning g'azabidan, bandalarning yomonligidan, shaytonlarning vasvasalaridan va shaytonning menga hamroh bo'lib qolishidan panoh tilayman. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Ey Allah, yulduzlar taridi, ko'zlar uyquga ketdi. Sen bo'lsang hamisha tirikdirsan. Hammani idora qilib turg'uchisan. Sen mugdab qolmaysan. Seni uyqu basmaydi. Ey hamisha tirik zot. Ey hammani idora qilib turg'uchi zot. Kecha meni jimjit qilgin. Ko'zimni uyquga ketkizgin. Jimi madhiya bizni o'lgandan keyin tirildiradigan Allohga mansub. Qiyomat kuni yana Alloh tirildiradi. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat.